Katta daromad ilinjida 250 tonna shaftoli saqlab, achitib qo'ygan tadbirkor alamini kimdan olishni bilmasdan do'kon egasini yoqasiga osildi. Ayb kimda? Lavhani birgalikda ko'ramiz. Men Furqat, shu do'kon egasiman. Maqsadimiz shu yurtimiz tadbirkorlarga chet eldan uskuna ishlab chiqarish texnikalarini yetkazib beramiz. Bu lekin siz ko'rgan anu kallavaramni u tadbirkor deb bo'lmaydi. Bu do'kon egasi meni xonavayron qildi. O'tgan yili meva saqlash uchun xolodilnik qurdirib 300 tonna shaftolidan 900 million daromad qildim deganda, men quruq qolamanmi deb meni yurgan boshlamdan ayrilib 300 tonna shaftolini aytib qo'ydim. Bu Galvars doim meni oldimga kelib, pulim bor, nima ish qilsam bo'larkin deb maslahat so'raverardi. Men unga aytdimki, o'tgan yili shunaqa xolodilnik qurdim. Endi mana hamma texnika o'zimizda bo'lgani uchun xolodilnikni qurib meva saqladim. Bu meni pulim borligini bilardi-da, avrab o'zini xolodilnikini tiqishtirdi menga. Katta foydani eshitib, o'zim ham ko'timni qo'yishga joy topa olmay qoldim, to'g'risi gap. Shunaqa qilib 900 million daromad qildim degandim, bu o'pka bir pasda bir narsa qurib qolgandan keyin mangachi dedi. Darrab xolodilnikni bitkazib berdi. Mevasini aytib qo'yibdi. Bolaga gap yo'q, xolodilnikni sirasi qurib bitkazib ketishdi. Falan 3 kun ichida hammasi tayyor bo'ldi. Dangal aytaman, men meva ishini tushunmayman. Men steno sotaman, texnika sotaman. Bu ishni meva ishini boshlaganimizda meni sherigim bor edi. U bilgani uchun men bu ishga kirganman. Bu menga aytsa bo'lardi, sherigim bor deb. O'zimda ham ayb bor, so'rab surishtirishim kerak edi. Bir ish boshlashda sohani ilmini o'rganish kerak, ozgina o'quv bo'lish kerak. Bu ishni tushunmasdan turib ish boshlash bu suzishni bilmagan odam dengizga sakrashdagi gap. Ana 900 million eshitganda och ko'zli, aqldan yomon ustun chiqdi ona. Alamimni kimdan olishni bilmay qoldim. Qo'l purishli ekan. Xolodilnik ishlayaptimi desam, ha ishlayapti dedi. Bizni texnikada ayb yo'q. Biz texnikamiz sohatdagi ishlab turgan ekan. Endi biz hamma narsani bilmaymiz, meva ilmini tushunmaganimizdagi bizda nima ayb, to'g'rimi? Xolodilnik ishlatdimi? Xolodilnik ishlatdi. Xolodilnik soatda ishlatdi. Bu yerda ishlamagan narsa bitta meni kallam bo'libdi-da. Ayb o'zida bilmagan ishini qilmaslik kerak edi. Menimcha buni tushunish uchun oliy ma'lumot kerak emas.